31-tajriba rasmga berilgan laboratoriya tajribasi asosida X tuzni formulasini aniqlang deb. Demak, X tuz suyuqlanmasi ko'mirni yoqib yurar ekan. Bu degani X tuz suyuqlanmasi qizdirilganda parchalanib, kislorod chiqadi. Chiqqan kislorod ko'mir bilan, ya'ni uglerod bilan ta'sirlashib, karbonatga aylanadi, ya'ni yonadi uglerod demoqchi. Demak, qaysi tuz parchalanganda kislorod chiqadi? Kaliy gidrokarbonat. Bu parchalanganda kislorod chiqmaydi. Kaliy karbonat, karbon gidrid va suv kelib chiqadi. Shuning uchun xato. Kalsiy fosfat parchalanganda kalsiy oksid bilan fosfor 5 chiqishi mumkin. Juda qiyin parchalanishi kerak menimcha. Kislorod chiqmaydi bu reaksiyada. Lekin kalsiy fosfatning uglerod va kremniy bilan reaksiyasi bor. Yo'q, uglerod va kremniy toroksid bilan, qum bilan ya'ni. Kalsiy fosfat, kremniy toroksid va uglerod ta'sirida kalsiy silikat, fosfor, oq fosfor olinishi va is gazi kelib chiqadi. Demak, qisqasi bu yerda uglerod yonmaydi, shuning uchun kislorod tarkibidan chiqmaydi, shuning uchun xato deb olamiz. Bu ham kalsiy karbonat parchalansa, kalsiy oksid bilan karbonat chiqadi. Uglerod yonmaydi bunda ham. Demak, D javob to'g'ri ekan. Kaliy nitrat parchalansa, kaliy nitrit bilan kislorod chiqadi. Chiqqan kislorod mana uglerodni yoqib yuborgani uchun D javob to'g'ri bo'ladi.